Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana Damas mashinamizni ham noldan yig'yapmiz. Hozir narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik uni hozir ikkita pirkalatga qo'yganmiz. Ko'pchilik ikkita pirkalatga qo'ysa mashina tortmay qoladi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Mashinani yurishlari, ovozlari chotki silliq bo'ladi, rasxodlari ham kamayadi. Xo'p, keyin umuman motor sohasiga yaxshi katta effekt beradi. Uchinchiga pirkalatga kuyib ham qolavermaydi. Umuman motorga nagruzi kelmaydi. Bexotirjam qo'yib yuborsa bo'ladi ikkita pirkalatga. Обязательно buni keyin bitta sababi bor. Galopga blok shilingan. Shunaqangi vaziyatlarda Porsche tepaga chiqib qoladi. Ana shuni ham oldini oladi, klapin tegib qolmasligini oldini oladi. Keyin обязательно mana bu turkani chaqlash kerak. Hozir buni chaqlab qo'yib yubordik. Mabodo buni chaqlanmasa galopga tegib qoladi, pirkalatgani yaxshi qismay qoladi. Buni qo'yishimda sababi, ikkita pirkalatga qo'yishimning sababini boshqa mashina keladi. O'zimizda bor shuni mashina. O'shanda xohlasa tuzatib borsalaring nimaga qo'yilganini tushuntirib o'taman. Realni ko'rsatib.